Ko'pchilik kasallar kommentariyada mendan shunday savol so'rashyapti. Tanasidagi qaysidir simptomatik belgini aytishyapti. Shu holat nevrozda bo'ladi. Misol uchun, nevrozda bosh aylanadimi, nevrozda ko'z xiralashadimi yoki shunga o'xshash turli xil savollar ko'p kelib tushyapti. Shu holatdan kelib chiqib, nevrozda tanadagi simptomlarini qanday holatlarda bo'lishini hozir hammasini imkon darajasida aytib o'taman. Shu videoni ko'rib o'zingizdagi belgilarga qarab turib shu holatlar bo'layotgan bo'lsa, siz o'zingizga nevroz tashxisini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Nevroz vahima xavotir holati. Vahima xavotir holatida tanada bo'ladigan simptomlar. Eng ko'p uchraydigan holat bu yurak qon tomir sistemasi bilan bo'ladigan jarayon. Birinchisi taxikardiya, ya'ni yurakning tez urib ketishi. Tinch o'tirasiz yoki og'ir ish qilmaganingizda, yugurmagan holatingizda yoki bir narsadan qo'rqmagan holatingizda birdaniga yurak tez urib ketadigan darajada, tomoqqa tiqilib qoladigan darajada kuchli tez urib ketish holati bo'ladi. Ikkinchisi ekstrasistoliya. Yurak orada to'xtab qolgandek va birdan urib ketgandek holat bo'ladi. Orada tashab ketgandek holat bo'ladigan jarayon bo'ladigan bo'lsa yuragingizda, bu ekstrasistoliya deyiladi. Bu ham nevroz holatida uchraydigan jarayon. Bundan tashqari yurak atrofida sanchiqlar, og'riqlar bo'ladi. Bular o'ta kuchli emas. Ya'ni siz uchun to'g'ri bu qandaydir darajada og'riqli, lekin o'ta chidab bo'lmaydigan darajada voydotib baqirib o'zini eplolmaydigan darajada shifokor chaqirib, shifokor unga yordam bermaguncha undan tuzaladigan darajada bo'lmaydi, ma'lum darajada bo'ladi. Qo'l atrofida, ya'ni chap tomon, chap qo'l atrofida yoki ko'krak qafasida og'riqlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari qon bosimi bilan bog'liq holat bo'ladi, ya'ni qon bosimi oshishi va tushish holati. Kimdadir ko'tarilib ketadi, kimdadir tushib ketadi. Bu sizni o'sha qon bosimiga nisbatan qo'rquvingizga bog'liq. Agar siz qon bosimi ko'tarilishidan xavotirlanayotgan bo'lsangiz, ko'proq qon bosimi ko'tarilishi kuzatiladi. Agar tushib ketayotgandan xavotirlanayotgan bo'lsangiz, tushib ketish holati kuzatiladi. Ikkinchi belgisi, bu belgi ko'proq nafas sistemasi bilan bog'liq. Bunda nafas olish sistemasida, misol uchun, nafas ololmayotgandek holat bo'ladi. Xuddi nafas olasiz, o'pkangiz yarmigacha kiradida, u yog'iga o'tmayotgandek, qandaydir to'siq bordek holat sodir bo'ladi. Mana shu holat ham nevrozda ko'p uchraydigan holat. Uchinchisi, tomoqda nimadir tiqilgandek holat bo'ladi. Xuddi nimadir turib qolgan tomog'ingizda, shu ketmayotgandek, qandaydir tosh yoki qandaydir go'sht yoki shunga o'xshash qandaydir sizni tasavvuringizda qandaydir narsa turib qolgan va u sizni ovqatlanishingizga va nafas olishingizga xalaqit berayotgandek holat bo'ladi. Yoki ba'zan nafas tezlash holati bo'ladi. Bundan tashqari tez-tez esnash holati bo'lishi mumkin. Esnash yoki nafas holatda yoki kutilmaganda bo'g'ilib qolish, nafas tugab qolishidan qo'rqish holati ham bo'lishi mumkin. Undan keyingisi bosh va asab tolalari bilan bog'liq. Birinchi belgisi boshda xuddi qisilayotgandek og'riq bo'ladi. Ya'ni boshga xuddi kaska kiygizib qo'ygandek, boshingizni qisib borgan sari qisib borayotgandek og'riq bo'ladi. Yana bir holatda boshda ko'chib yuruvchi og'riq, qizish, jivirillash, boshda karaxtlik holati bo'lishi mumkin. Bundan tashqari boshda bosh aylanish hissi paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni yurganda, turganda, ba'zan o'tirganda, hattoki yotgan holatlarda ham bosh aylanish hissi paydo bo'ladi. Lekin siz buni shifokorlarga borib tekshirtirganingizda bosh aylanishi hech qanday asos chiqmaydi. Bu sizning xayolingizda bo'ladi. Atrofingizdagi odamlar ham sizni boshingiz aylanayotganini sezishmaydi. Siz o'zingiz aytmagunizcha buni sezishmaydi. Bundan tashqari quloqda shang'illash hissi bo'lishi mumkin, ya'ni chiyillagan ovoz yoki qandaydir shovqin holati bo'lishi mumkin. Bu ko'proq qon bosimi oshishidan yoki tushishi bilan bog'liq qo'rquvi bor nevrozlarda ko'proq uchraydigan jarayon. Va boshda xuddi tumanga o'xshash karaxtlik, xotira pasayishi, diqqatni bir joyga jamlay olmaslik, fikrni bir joyga to'play olmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari derealizatsiya va depersonalizatsiya holati ham bo'lib turadi. Bunda derealizatsiya, depersonalizatsiyada xuddi atrofdagi narsa ertakka tushib qolgandek yoki bir qandaydir boshqa bir joyda yashayotgandek, atrofingizdagilar xuddi begonadek, o'zingiz o'zingizga begonadek, xuddi taningiz robotnikidek holatlar, hislar paydo bo'ladi. Keyingisi oshqozon ichak sistemasidagi bo'ladigan simptomlar. Bunda ko'ngil aynish hissi bo'lishi mumkin. Ya'ni sababsiz ko'ngil aynish, hattoki qayt qilish holatlari ham uchrab turadi. Bundan tashqari
oshqozonda qandaydir og'irlik, og'riq, qorin dam bo'lishi, oshqozon atrofida qandaydir g'ashlikka o'xshash hislar bo'lishi mumkin. Qorinda og'riqlar, spazmlar bo'ladi va ba'zi holatlarda ich ketish holati bo'lishi mumkin. Ovqat yeyaverasiz yoki dorilar ichsangiz ham oshqozon ichak sog'lom bo'lsa ham oshqozonda ich ketish holati bo'ladi yoki ich qotish holati bo'ladi. Ba'zi holatlarda ich qotib qoladi, ba'zi holatlarda ich ketib qoladi. Yana og'iz qurish holati bo'lishi mumkin. So'lak ajralishi kamayib ketadi va sizda og'iz qurish holati bo'ladi va siz bu holatdan ko'proq sahrga shubhalanasiz. Qandli diabet bo'lmadimikan deb turib, ko'proq suv ichib, shu holatdan qo'rqish boshlanishi mumkin. Keyingisi tayanch harakatlaringiz, ya'ni muskullaringizdagi bo'ladigan holat. Mushaklar qotib qolishi mumkin. Ya'ni ba'zi holatlarda tana xuddi tarashadek qotib qolayotgandek yoki siqilayotgandek simptomlarni his qilishingiz mumkin. Yoki tanani qayerlardir ko'chib yuruvchi daydi og'riqlar. Bir kun yelkangiz og'riydi, bir kun qorningiz og'riydi, bir kun oyog'ingiz. Yana oyoq qo'lda muzlash hissi bo'lishi mumkin. Qaltirash, jimirlash, yurgan paytda oyoqlar jonsiz holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni kuchi yo'qdek, holsizdek, xuddi hamma energiyasi tugagandek hissiyotlar bo'lishi mumkin. Yana bir holat tana harorati bilan bog'liq holat. Ba'zan kuchli isitmaga o'xshash holat yoki tana harorati oshib ketish yoki birdan terlab ketish yoki sovuq ter chiqib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Ko'rish sistemasida ham o'zgarishlar bo'lib turadi. Vahima qo'zg'algan paytda, qo'rquv paydo bo'lgan paytda ko'z atrofi xiralashish, narsalarni yaxshi ko'ra olmaslik yoki chaplanib ketishi yoki bo'lmasa ko'z atrofida qandaydir yulduzchalar yoki qora dog'lar paydo bo'lib qolishi bo'lishi mumkin. Buni oson ajratib oladigan yo'lingiz faqat shu vahima qo'rquv paytida bo'ladi, doimiy emas. Siz yana tinchlangan holatingizda o'sha holat yana yo'qolib qoladi. Va eng ko'p uchraydigan belgilardan yana bittasi uyqu va energiya yetishmasligi. Uxlayman degan paytda qo'rquv paydo bo'lib qoladi yoki uxlayman deb uxladingiz, ertalab turdingiz, charchoq bilan uyg'onasiz, chunki miyangiz kechasi bilan o'ylanib, fikr qilib chiqadi. Doimiy qo'rquv xavotirda bo'lgani uchun. Bundan tashqari uyqu paytida tushda har xil o'lgan insonlarni ko'rish, yaqinlarini ko'rish yoki o'zini o'lib qolayotgan holatini ko'rish holatlari ham sodir bo'lib turadi. Bunga asosiy sabab o'sha nevrozdagi o'limga nisbatan qo'rquvni kuchayib ketishi sabab bo'ladi. Agar sizda ham mana shu belgilar bo'layotgan bo'lsa, tekshirtiryapsiz, lekin hammasi sog' chiqayotgan bo'lsa, sizda shifokorlar aytarli muammo yo'q yoki bu avvaldan bo'ladigan kasal yoki mana bu kasal sizni bu holatingizga ta'sir qilmaydi, bunga bog'liq emas deyotgan bo'lsa, bilingki, bu katta ehtimol bilan sizda nevroz kasalligi bor degani. Nevroz kasalligi ko'pincha fikr bilan bog'liq bo'ladi. Miyangizda o'rnashib qolgan fikrlar, qo'rquvlar, xavotirlar bilan bog'liq bo'lgani uchun buni siz ko'pincha tanadan qidirasiz. Lekin ana shu fikrlar hisobiga tanaga berilayotgan simptomlar, og'riqlar, har xil hislar hisobiga bo'layotgan jarayon hisoblanadi. Siz mana shu simptomlarni emas, mana shu simptomlarga sabab bo'layotgan ana shu og'riqli nuqtani, tayanch ildizni topib tozalaydigan bo'lsangiz, bu narsa yo'qoladi. Buni psixoterapiya orqali psixoterapevtlar ishlaydi. Agar sizda shunday holat bo'layotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.